Ko'rib turganingiz ikkita pul. Biri haqiqiy, biri suvenir. Bunisi suvenir. Buni ham o'ziga yarasha rekvizitlari, seriya raqami, rangi bir xil, bu ham qog'oz pul. Bir qarashda umuman ajratib bo'lmaydi. Lekin savol, nega bu pulni ishlatib bo'lmaydi? Umuman bugun pul uchun ishlaymiz, pul uchun harakat qilamiz va mana shu uchun yashaymiz. Qiziq, nega faqat shu pul uchun yoki mana bu olma uchun emas? Bugungi video aynan shu haqida bo'ladi. Ushbu videoni mavzusiga batafsil to'xtalishdan avval pul tushunchasining qisqacha tarixi hamda ta'rifiga to'xtalib o'tsak. Pul nima? Unga adabiyotcha sharh berilsa, pul bu shunday maxsus tovarki, u boshqa barcha tovarlarga ekvivalent, ya'ni qiymatni belgilovchi ayirboshlash vositasi vazifasini bajaradi. Pulning tarixi juda ham uzoq tarixga ega. Ba'zi bir manbalarda yozilishicha, pul termini qadimgi Yunon ma'budi moneta so'zidan kelib chiqqan deb yozilgan bo'lsa, boshqa bir manbalarda miloddan avvalgi 770-yilda Lidiya qiroli Aliates tomonidan ilk tanga pullar bosib chiqarilganligi yozib o'tilgan. Umuman puldan avval qarz munosabatlari yuzaga kelganligi haqida ham boshqa bir manbalar ham yozib o'tgan. Qadimgi Finikiya, Yunoniston hamda Bobil podsholiklari aynan shular jumlasidandir. Pul umumiy tovarlarni ayirboshlash jarayonida asosiy vosita vazifasini bajaradi. Qadimda pullarning o'rniga turli xil buyum va mahsulotlardan foydalanib kelingan. Misol tariqasida guruch, hayvon terilari, shakar, tuz va shunga o'xshash bir qancha mahsulotlar ayirboshlash jarayonida pulning o'rnini bosib kelgan. Lekin vaqtlar o'tib, insonlar asta-sekinlik bilan qimmatbaho metallardan tayyorlangan tanga pullarga o'ta boshlagan. Sababi ayirboshlash jarayonida foydalaniladigan ushbu mahsulot va tovarlarning, misol uchun tuz, guruch yoki shunga o'xshagan mahsulotlarning sifat va miqdori vaqtlar o'tib o'zining xususiyatini kamaytirgan yoki yo'qotib borgan. Undan tashqari pulni pul bo'lishi uchun unda bir qancha pulning sifatlari, to'lov vositasi, jamg'arish mumkinligi, o'zgarmas sifat hamda qiymat o'lchovi kabi va shunga o'xshagan bir qancha xususiyatlar pulda topilishi kerak bo'lgan. Bugungi kunda pullarning naqd va naqdsiz turlari bor. Pulning qisqacha tarixi hamda tarifi shulardan iborat edi. Xo'sh, pulni bunchalik qimmatli bo'lishining, hamma odam unga bunchalik harakat qilishining asosiy sababi nima? Qadimda odamlar pulli tizimga o'tishdan asosiy maqsad bir xil qiymatdagi ayirboshlash jarayonini yuzaga keltirish bo'lgan bo'lsa, ushbu ayirboshlash jarayonida ishlatiladigan pullarning qiymatini esa ularga ishlatiladigan metallarning qanchalik qiyin topilishi, tabiatda qanchalik mavjud ekanligi hamda ushbu pullarning tayyorlanish jarayoniga qancha vaqt hamda qancha mehnat sarflanishi belgilab bergan. Yana ham tushunarliroq bo'lish uchun ushbu videoni ko'ramiz. Bir odam hech kimga kerak bo'lmagan etiklar evaziga qimmatbaho bug'doy olishni taklif qiladi. Javob oddiy. Siz almashish oson va ikkalasi tomonidan ham qadrlanadigan resursga ayirboslashingiz kerak. Masalan, kakao, loviya yoki choy. Ammo ularning sifati buziladi va hamma ham ularni chet elda sevmaydi. Shuning uchun odamlar tezda oltin va kumushga o'tishdi. Ularning yaroqlilik muddati yo'q va ularni har qanday joyda ham topish bir xil darajada qiyin. Ba'zi tangalarda bir to'plamni bir vaqtning o'zida o'tkazish uchun teshiklar qilingan. Boshqalari qovurg'ali edi. Odamlar metallga ega bo'lish maqsadida yon tomonlarini kesish vasvasasiga tushmasliklari uchun. Vaqt o'tishi bilan odamlar banknotlarga o'tishdi va ularning har birining oltinning bir qismiga almashtirish mumkinligini va'da qilishdi. 1971-yildan boshlab avvaliga AQSh, keyin esa boshqa davlatlar ham bu va'dadan voz kecha boshladi. Hamma bu va'dadan birin-ketin voz kechdi. Sababi pulning oltin bilan ta'minlanishi iqtisodiyotning rivojlanishini cheklab qo'yishi barchaga ma'lum bo'ldi. Bugun pullar oltin bilan ta'minlanmaydi. Bugun biz lotincha fiat, shunchaki shunday bo'lsin tizimiga to'liq o'tganmiz. Ya'ni biz bugun Buxoro arki tushirilgan kupyurani 2000 so'm, Samarqanddagi Sherdor madrasasi tushirilgan kupyurani esa 5000 so'm, Ko'kaldosh madrasasi tushirilgan kupyurani esa 10000 so'm deb kelishib olganmiz. Xo'p, hammasi shunchalik oson ekan. Nimaga yana pul bunchalik qimmatli? Sababi uni topish jarayonidadir. Ayirboshlash jarayonidagi sifatlar pullarning qiymatini belgilasa, uni topish jarayonidagi proses ushbu pullarning qanchalik qimmatli ekanligini belgilab beradi. Yana ham tushunarliroq aytsam, siz pulni sotib olish uchun unga beradigan narsalaringiz, vaqtingiz, mehnatingiz, aqlingiz va salohiyatingiz hamda ularning birgalikdagi darajasi siz uchun pulning qanchalik qimmatli ekanligi hamda qancha pul topishingizni belgilab beradi. Agar bozorda jismoniy mehnatga ehtiyoj ko'proq bo'lsa, kuchli qo'llar, aqliy mehnatga ehtiyoj ko'proq bo'lsa, aqlli boshlarning narxi
qimmatroq bo'ladi. Pulning bunchalik muhim tovar bo'lishi hamda unga hammaning shunaqangi harakat qilishi biz kelishib olgan kelishuvlarga bevosita bog'liqdir. Unga ta'sir etuvchi asosiy unsur esa bizning ehtiyoj hamda shaxsiy manfaatlarimizdir. Ya'ni yuqorida aytib o'tganimizdek, biz manfaatlarimiz hamda ehtiyojlarimizni qondirish uchun asosiy vosita deb pulni kelishib olganmiz. Agarda bizning kelishuvlarimizning sharti o'zgarib, asosiy vosita o'zgartiriladigan, misol uchun mana bu olmani asosiy vosita deb bilsak, barcha odamlar shu olma uchun harakat qilishni boshlaydi. Ya'ni pul, e'tibor bering, o'ziga xos qiymatga ega emas. U ham bizning kelishuvlarimiz agarda o'zgaradigan bo'lsa, shunchaki oddiy qog'ozdan boshqa narsa emas. Yevropaliklar esa pulning o'ziga xos qiymati yo'qligini doimo yodda saqlash hamda uni tushuntirish uchun 0 yevro qiymatdagi kupyurani muomalaga kiritgan. Masalan, 0 yevrolik banknot. Uning barcha belgilari va gologrammalari mavjud, lekin u bilan bir narsa sotib ola olmaysiz. Bu shunchaki suvenir sifatida chiqarilgan. Ha, yevropaliklar hazil tuyg'usiga ega. Qadimgi Spartada esa atayin qo'pol hamda beo'xshov pullar muomalaga kiritilgan. Xulosa o'rnida shuni aytish mumkinki, pul bu o'ziga xos qiymatga ega bo'lgan tovar emas. Uning o'ziga xosligi bizning kelishuvlarimizga bevosita bog'liqdir. Agarda bizning kelishuvlarimiz o'zgaradigan bo'lsa, pulning ham qiymati yo'qoladi. Sizning o'ziga xos, o'zining qiymatini doimo birdek ushlab turadigan, o'zining narxini doim yuqorilatib boradigan yagona tovaringiz bu sizning ilm va salohiyatingizdir. Ya'ni sizning ilm va salohiyatingizning darajasi qanchalik yuqori bo'lsa, u orqali sotiladigan sizning vaqtingiz shunchalik qimmat bo'ladi. Shunday ekan, qimmatli bo'lish uchun doimo o'qing. Sog' bo'ling. Shu yerda $100 bor deb bering. Bu haqiqiy emas-ku? Hali o'zim pulim qayerda qoldi? Uchoqqa tashlab yubordingiz-ku, dada. Ha?